Barcha abituriyentlar uchun qiyin bo'ladigan yozma savoldagi 41, 42, 43-savollar o'tgan safargi milliy sertifikat imtihoniga DNKdagi Exxon Intronga oid masala tushdi, bilgan bo'lsangiz. Bu masala turini ko'pchiliklar ishlolmadi. Hozir men sizga shu 41 hozir men sizga 41, 42, 43-savollardagi Exxon Intronga oid tushadigan DNK masala turini ishlanishini oson usulda ko'rsataman. Bu uchun siz videoni oxirigacha ko'rib, like bosib qo'yib, sahifamizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Masala shartlarini quyidagicha bemalol to'xtatib, masala shartini tushunib olishingiz mumkin. Men unga sizlarga masala shartini ishlanishini tushuntiraman. Xo'p, masala o'zi Exxon Intron nima degan? Exxon degani DNKdan RNA sintezlanish ishtirok etgan nukleotlar qatori, bu Exxon deyiladi. DNKdan RNA sintez ishtirok etmaydigan nukleotlar qatori esa intron deyiladi. Xo'p, shunga masala shartida aytgan, e'tibor bergan bo'lsangiz, DNKning Exxon qismida adenin nukleotlari birinchi zanjirdagi adenin nukleotlari 4dan 1 qismi. 4dan 1 qismi 0.25x. Aniq bo'lmagan uchun x qilib oldim. Mana adenin timini x qildim, guanin sitasini y qildim. Adenin nechta bo'lsa, timin ham xuddi shuncha bo'ladi. Masala sharti aytgan, ikkinchi zanjirda sitaz nukleotlari 4dan 3 qismi, ya'ni 0.25y qildim, bu ham 0.25y bo'ladi. Shunday qilib nukleotlar qatorini mos ravishda qo'yib oldim, qolganlarini ayirib. Keyin masala sharti aytibdi, sitazin nukleotlar soni adenin nukleotlar sonidan 2 martaga ko'p, ya'ni sitazinni adeninga bo'lsin 2 marta ko'p ekan. Shunday qilib x qilib proporsiya qildim, x teng 1,5y ekan. Xo'p, 1,5y deb mexo qo'yaveraman, 0.25x plus 0.75y. Bu nima desa, masala sharti aytgan purin asos, ya'ni adenin bilan guanin yig'indisi 270 ekan. Shuning uchun mos ravishda qo'yib yubordim. Shunday qo'yganimda x 360, y esa 240, jami yig'indi 600, bitta zanjirda 600. Jami DNKda jami nukleot esa 2 ko'paytirib 1200 ta bo'ladi. Xo'p, shu kabi masalalarda intron, Exxon qiyin deb o'ylaydigan masala shartlaringizni xo'p shunaqa oson usulda o'rgataman. Buning uchun sahifamizga hozirroq obuna bo'lib qo'yib, bu videoni imtihonga kirmoqchi bo'lgan do'stlaringizga yuborib qo'ying. Bu videodan keyin u do'stlaringizga ham endi Exxon Intron qiyin bo'lmaydi 100%.